Ivan Andreyevich Krylov rus adabiyotining eng mashhur masalchisi, xalq qalbida chuqur joy olgan buyuk adibdir. U o'z asarlarida oddiy va voqealar va hayvonlar obrazlari orqali insonlarning fe'l-atvori, jamiyatdagi kamchiliklari va axloqiy muammolarni yoritib bergan. Krylov masallalari sodda tilda yozilgan bo'lsa-da, ularning ma'nosi juda chuqur va ibratlidir. Adib o'z ijodi orqali insonlarni halollikka, mehnatsevarlikka, kamtarlikka va adolatga chaqiradi. Shu sababli uning masallalari nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Krylovning asarlari bugungi kunda ham dolzarbdir, chunki inson xarakteri va jamiyat muammolari o'zgarishi mumkin, ammo axloqiy qadriyatlar doimo muhim bo'lib qoladi. Uning asarlari orqali har bir o'quvchi o'z xatti-harakatlari haqida o'ylab ko'rishga undaydi. Krylov uning ibratli masallalari avloddan avlodga o'tib, insonlarni yaxshilikka va to'g'ri yo'lga chorlab kelmoqda. Krylov nomi va uning asarlari adabiyot tarixida abadiy yashaydi.